Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Anchadan bir video qo'ymagandim. Mana shu tuxumlarni zakaz qo'ydim Xitoydan. Eksklyuziv bo'lsin turib, Xitoyga bir zo'r xorozlardan zakaz qildim. Только bilan granitsada turib qolib, u ancha turib qoldi-da, 1 oydan ko'p turib qoldi. Endi to'g'risini aytsam, bulardan уже ochilishiga umid yo'q. Lekin baribir endi inkubatorga qo'yib qo'yamiz. Inkubatorga qo'yganda ham shu endi boshqa qonlarni ham qo'yamiz. Boltakadan, Toshkentdagi Boltakadan Baronni, Stalinni ham tanasi, keyin qaysi edi, Pakyao, yana boshqa qonlardan tuxum oldirdim kecha. Shularni ham orasiga qo'yib ochtiramiz yangi inkubatorda. Endi to'g'risini aytsam, bulardan уже umid yo'q вообще. Потому что bir xillari sinib, mana qurtlab ketibdi даже ustilari. Bularni yaxshilab yuvish kerak. Endi margantsovый rastvor bilan yuvamiz, margantsovka bilan yaxshilab. Shu orasiga endi boshqa tuxumlarni ham qo'yib ochtiramiz. Ochilsa yaxshi, ochilmasa endi umid yo'q. Скорее всего, bular уже ochilmasa ham kerak. Endi bir qo'yib ko'ramiz. Agar ochilsa yaxshi bo'ladi, ko'ramiz. Eksklyuziv bo'ladi. Agar ochilmasa endi shu o'zimizni qo'llash qoladi. Endi bunday tuxumlarni mana kimga interesli bo'lsa, girligini qarang, mana shu necha inkubatorga вообще qo'ysa bo'lmaydi. Bu 100% ochilmaydi. U qurtlab ketgan даже bu вообще sasib, tamom yonib ketadi, yorilgan. Yaxshilab qarab, margantsovый suvga yuvib, 2 martalab yuvish kerak bo'ladi o'zi. 3 marta yuvsang ham hech nima qilmaydi. Ilmiqroq qilib turib yuvasizlar полностью. Keyin o'sha inkubatorga qo'yasizlar. Qo'yib ko'raman. Kim bilan birga qo'ygan tuxumlarni ham iloji boricha videoga tortib qo'yaman. Ochilsa, mana yaxshi eksklyuziv, ochilmasa endi hech nima qilmaydi. Risk.